Mijozlari, qizajonlar, men bu hamma klientlarimizni teng ko'ynidan joy olgan va juda ham hamyonbop, predmeti ko'p defe xalatimiz yangi dizaynda chiqibdi. Korobkasi yangi modelda bo'libdi, lekin o'zi ham juda ham krasota. Rasmlari o'zgarmagan, lekin mana ichki tomonlari juda ham chiroyli holatda chiqqan ekan. Qizajonlar, endi buni ichini sizlarga birma-bir predmetlarini tanishtirib o'taman. Xo'p, qizajonlar, mana bunaqa bayni sochig'i bo'ladi. Sochiqlarini vushibkalari juda ham krasota chiqibdi. Xo'p, xalatimiz bo'ladi. Yangi kelinlarimizga mos bo'lgani uchun 1 XL gacha, L dan 1 XL gacha bemalol tushadigan xalatlari bo'ladi. Balchimerka emas. Chetlarni ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli vushibkasi va mana bu yuz sochig'i bo'ladi. Xalatini rasvetkalari o'zgarib boradi. Xo'p, buni ichida anaqa tapchkasi va sushkasi bo'ladi. Qalingina, ichi namni zo'r oladigan. Xo'p, keyingisi yana bitta salfetkasi va oyoq sochiq. Qizlarjonlar, oyoq sochig'ini men juda ham yaxshi ko'raman shuni, chunki juda ham mягкий, juda ham yumshoqqina bo'ladi. Xo'p, endi murskoy variantini tanishtirib o'taman sizlarga. Murskoy variantida ham bayni sochig'i, ichki tomoni mahrovili, usti villurniy. Qizlar juda ham skromniy ishlagan. Bu xalatimizni har qancha maqtasa va ishlatsa oz. Xo'p, mana bu yuz sochig'i bo'ladi. Xalati bo'ladi. Xalati kuyovlarga bo'lgani uchun, erkaklarga bo'lgani uchun jenskiga nisbatan kattaroq razmerda chiqqan. Lekin bu ham balchimerka emas. Xo'p, bunda tapchkasi bo'ladi va mana qo'l sochig'i, kuyov sochig'imiz ham qanaqadir haligi приятный hid taratuvchi запахный nima deydi, o'sha kiyimlarga atiri va sochuq, qanaqadir yana sovunlari, predmet shunda umumiy holatda 20 ta predmet beradi bunda. Bemalol kelinlarimizni hozir hammomlarini bezatib kelsangiz bo'ladi. Mijozlari, qizajonlar, men bu hamma klientlarimizni teng ko'ynidan joy olgan va juda ham hamyonbop, predmeti ko'p defe xalatimiz yangi dizaynda chiqibdi. Korobkasi yangi modelda bo'libdi, lekin o'zi ham juda ham krasota. Rasmlari o'zgarmagan, lekin mana ichki tomonlari juda ham chiroyli holatda chiqqan ekan. Qizajonlar, endi buni ichini sizlarga birma-bir predmetlarini tanishtirib o'taman. Xo'p, qizajonlar, mana bunaqa bayni sochig'i bo'ladi. Sochiqlarini vushibkalari juda ham krasota chiqibdi. Xo'p, xalatimiz bo'ladi. Yangi kelinlarimizga mos bo'lgani uchun 1 XL gacha, L dan 1 XL gacha bemalol tushadigan xalatlari bo'ladi. Balchimerka emas. Chetlarni ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli vushibkasi va mana bu yuz sochig'i bo'ladi. Xalatini rasvetkalari o'zgarib boradi. Xo'p, buni ichida anaqa tapchkasi va sushkasi bo'ladi. Qalingina, ichi namni zo'r oladigan. Xo'p, keyingisi yana bitta salfetkasi va oyoq sochiq. Qizlarjonlar, oyoq sochig'ini men juda ham yaxshi ko'raman shuni, chunki juda ham mягкий, juda ham yumshoqqina bo'ladi. Xo'p, endi murskoy variantini tanishtirib o'taman sizlarga. Murskoy variantida ham bayni sochig'i, ichki tomoni mahrovili, usti villurniy. Qizlar juda ham skromniy ishlagan. Bu xalatimizni har qancha maqtasa va ishlatsa oz. Xo'p, mana bu yuz sochig'i bo'ladi. Xalati bo'ladi. Xalati kuyovlarga bo'lgani uchun, erkaklarga bo'lgani uchun jenskiga nisbatan kattaroq razmerda chiqqan. Lekin bu ham balchimerka emas. Xo'p, bunda tapchkasi bo'ladi va mana qo'l sochig'i, kuyov sochig'imiz ham qanaqadir haligi приятный hid taratuvchi запахный nima deydi, o'sha kiyimlarga atiri va sochuq, qanaqadir yana sovunlari, predmet shunda umumiy holatda 20 ta predmet beradi bunda. Bemalol kelinlarimizni hozir hammomlarini bezatib kelsangiz bo'ladi.